Mana o nima? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Xotin, sen noto'g'ri tushunyapsan. Nimani tushuntirasiz? Dugonam video jo'natdi, shuni ko'ring deyapman. Xudoga shukr, telefonim o'zimda ekan-ku. Dugonangiz ham ketarmi hozir? Ko'ring. Nima qildi? Voy dugon, qara, erim 8-martga takkoy gul sovg'a qildilar. Eri 8-martga gul sovg'a qildi. Siz qilolmaysizmi? Meni ish qisqanman, nima qilolmas ekanman? 6 sekund. Mana xotin gul do'koniga keldim. Eng chiroyli gul tanladim. Hozir borib dugonanga berib kelaman. Dugonamga gul bering dedimmi sizga? O'zing aytding-ku. Buni ko'ring. Voy dugon, menga erim 10 kunga Maldivga ham yo'llanma sovg'a qildilar. Mana ketyapman. Ciao. Dugonam Maldivga ketyapti. Nima siz qo'lingizdan kelmaymi? Hozirda mana xotin dugonam Maldivga ketyapti. Sizni qo'lingizdan kelmaydimi deding? 10 kunga putyovka oldim. Kartochkalar o'zlaring yeb qo'yarsizlar. Ketyapman. Qanday nastirdan ko'tarildimmi? Er bo'lib bayramda bir dasta gul sovg'a qilishga ham yaramaydi. To'lanmagan radarlar, kommunalkadan qarz, ro'zg'orni yetishmovchiligi deb sovg'aga orttira olmay qoldim-da xotin. Choyxonaga begona ayollarga pul topasiz, menga kelganda yo'q. Ketaman. Bu mengami? Surpriz qilmoqchi edim. O'xshamadi. Pulni qayerdan oldingiz? Uzunbankning limitidan foydalandim. 25 milliongacha pul olib, 30 kun ichida foiz qaytarsa bo'lar ekan. Ha, yana begona ayollar bilan ham gaplashganim yo'q. Sen ham dugonangga maqtangin deb senga surpriz qilish uchun Uzunbankdan shu pullarni olayotgandim. Meni kechiring. Ha, hech qisi yo'q. Ha, aytgandek. Hali men ham boy bo'lib ketaman. Boshqa ketaman deb qo'rqitma. Bilasan-ku, sensiz yasha olmayman. Boringizga shukr. Vafadorim mani, ilk bahorim mani. Sizgina bunga qancha mehnat ketuvdi-ya. Buni qaranglar, hammasi pastda yotibdi. Kim bilsa, Sergelidagi filialimizda mana shu joyda turardi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra olindi. Sizlarga noxush xabar bilan chiqayotganimdan o'zim ham juda afsusdaman, lekin noxush xabar bilan birgalikda sizlarga zo'r yangilik ham bor. Hamma biladi, bizda hozir bayram, Ramazon kirib keldi va sizlar uchun ajoyib setlar tayyorlaganmiz. Endi qarangizlar. Bitta sirniy ranch, bitta chicken barbecue, bitta pepperoni, ikkita suv, xurmo avval 158 ming bo'lgan bo'lsa, bayram munosabati bilan sizlarga bularni hammasini 119 ming qilib qo'ydik. Tasavvur qilyapsizlar, menga o'xshagan insonlarni 4 tasi to'yadi. Kimdir ko'proq yesa 2 kishi to'yar, balki 3 kishi to'yar, lekin menga o'xshaganlar aniq 4 kishi to'yadi. O'shanda har bitta insonga arzimagan puldan tushadi. Hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Bayram hammaga muborak bo'lsin deganlar videoga bitta like bosib qo'yamiz. Barchalarni Sariqbola pizzamizni kutamiz. Xudo xolasa tez kunda logotipni ham qaytadan ishlab o'z o'rniga o'rnatamiz degan umiddaman. Jo'rajon, yangi yilda qoshding, aytganimda boshqa bayramlarda har doim dumingni ishlatmaysan. Hech bo'lmasa, mana shu bayramda bir marta iftorlikka eri mana shu videoni jigarlarga jo'natib qo'yamiz. Agar haqiqatda sizda jigaringiz bo'lsa, bu safar aniq iftorlikka eriydi. Barchalarni kutamiz. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni.